Hozir aytib beradigan mavzum yurakni quvvatlovchi dori haqida bo'ladi. Agar yoshingiz 40 yoshdan oshgan bo'lsa, yuragingiz bilan hech qanday muammolar bo'lmayotgan bo'lsa, siz har kuni hozir sanab o'tadigan mahsulotlarimni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, yuragingizni sog'lomlik holatini 90-100 yoshgacha bemalol saqlab tura olasiz. Birinchi qiladigan ishingiz har kuni ertalab turing. Ertalab 6:30-7 larda turib, har kuni mashq qiling. Mashq qilganda ham oddiy har doim maktablarda qilingan mashqlar bor-ku, mana bu litseylarda, maktab, institutlarda qiladigan mashqlar, oddiy mana bunaqa harakatlar bilan mashqlar qiling. Ko'chaga chiqishingiz shart emas. Har kuni o'tirgan joyingizda kamida 10-15 daqiqa qo'llaringizni xuddi maktablarda qilgandek mashqlar qildirib, mikrosirkulyatsiyaning aylanishiga yordam bering. Qo'llaringizni mana bunaqa aylantiring, mana bunaqa 10 marta ochib yoping, mana bunaqa yonichasiga aylantirib mashqlar qildiring. Bundan tashqari har kuni oyoqlaringiz bilan bog'liq rastyashkalarni yuqoriga tushirib, pastga tushirib, yuqori ko'tarib, pastga tushiruvchi mashqlarni bajaring. Bu birinchi quvvatlovchi dori hisoblanadi. Harakat ya'ni. Ikkinchi quvvatlovchi dorilar bu tabiiy mahsulotlar. Jigar, til, lavlagi, anor, chesnok, piyoz kabi mahsulotlar yurakni yanada baquvvatlashtiradi. Qon tomirlarini tozalab, qon harakatini yaxshilab beradi. Yurakni barqaror, sokin urishiga yordam beradi. Uchinchi qiladigan ishingiz har kuni ovqatdan 30 minutdan keyin ko'chaga toza havoga chiqib, hech narsani o'ylamay, sokin harakatlar bilan aylanib keling. Bu narsa sizning yuragingiz uchun eng kuchli dori bo'ladi. Yuragingizni o'zingiz his qilasiz, mana bunaqa atrofga qarab, mazza qilib aylangan vaqtingizda nafaqat tanangiz, miyangiz ham bo'shashadi. Stresslaringiz sekin asta chiqib, yuragingiz sokin ura boshlaydi. Qon xuddagi daryodagi jilvirayotgan suvlar kabi harakatlana boshlaydi. Eng asosiy yana quvvatlovchi, yurakni kuchini yanada oshiruvchi mahsulot. Bu sizga yoqmasligi mumkin, zararli, ayniqsa erkaklarimizga yoqmasligi mumkin, zararli odatlarni tashlash. Chunki zararli odatlar, chekish, ichish, nos chekish kabi barcha zararli odatlar xohlaysizmi, yo'qmi, qon tomirlarini xuddi turbalarda to'lib qolgan kirlar kabi to'ldirib, qon o'tishini, harakatini cheklab, yurakni muskul qavatini sekin asta o'ldirib boradi. Mana shunday foydali maslahatlarni olishni xohlasangiz, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying.